qo'ldagi asosiy problemalarimiz bo'yindan kelar ekan. Qachonki bo'yin kalta bo'lib qoldi, o'tirdi bo'yin, bosh oldinga ketib qoldi yoki o'pka travmalari tufayli yelkalar tepaga chiqib qoldi, bo'yinni siqib qo'ydi, bo'ldi. Qo'lga bo'lgan moddalar almashinuvining yo'li to'silar ekan. Mana ko'rib turganingizdek, bo'yindan chiqqan asosiy umurtqasidan chiqqan nervlar hammasi qo'lga qarab yo'nalgan. Ko'rasizlarmi? Qo'lga, boshga qarab yo'nalyapti. Limfalar ham, o'sha tanamizdagi kir suv aylanishi ham, limfalar ham именно qo'lga qarab yo'naladi. Xudo bo'yindan ketib. Bo'yin yopuvmi? Qo'lda ham limfa yaxshi aylanmaydi, qo'l achchiq bo'ladi, qo'l uyushadi. Qon tomirlar ham mana ko'ryapsizlar, mana qizil ko'ryapsizlar, qizil bo'lib turgan qon o'tayotgani ham mana bular ham qo'lni bo'yin orqali bundoq o'tadi. O'shaning uchun qo'lda nimadir problema sezsanglar, ishyaptimi, uyushyaptimi, achchiq bo'lib yoki nervda siqilish bo'lib, nervda luchevой nerv o'tib og'riydi-yu, luch berib, bilasizlar? Shunaqa og'riyaptimi? Birinchi bo'yinga e'tibor berar ekanmiz. Bo'yinning holati qanaqa? Oldinga ketganmi, mirza platizmada tortilib qolganmi yoki yelkalar tepaga chiqib qolganmi, yelka tepaga chiqib qolgan bo'lsa, demak, o'pka yuraydi ekan problema. O'shalarni yechib olib turib, bo'yinni ozodlikka chiqarib, o'zini haqiqiy holatiga, mana bunaqa bo'lib qolganda haqiqiy holatiga keltirib olib, yoki bunda kalta bo'lib qolgandan qalin erkak bo'yin bo'lib ketadi, o'shani ham haqiqiy holatiga keltirib olib, ana undan keyin qo'l bilan shug'ullansa bo'ladi. Bo'lmasa, mana bu blok bo'lib yotibdi deb buni shug'ullanuvering foyda yo'q. Chunki yo'l yopiq. Ko'priklar yo'llar yopilib ketgan. Uni ochish kerak bo'ladi. O'shaning uchun birinchi bo'yindan sababini qidirar ekanmiz.